Mana ikkalasi. To'q bitta qizil. Video qilib olib qo'ymaysizmi? Mana omil parrandada yuribman men. Jo'jang olib kelgan, jo'jang mana shunday tetik sog'lom yursa, odamni ham kayfiyat ko'tariladi, maza qiladi. Mana o'rtoqlar, ertaga Ramazon, bugun 18-fevral 2026-yil. O'sha ptitsa fabrikaga keldik mana. Yana keyingi partiyani zakazini berib ketyapmiz. Mana aka-ukalar. Ramazongacha kelib ketaylik deb ishlar bajarib qaytyapmiz. Yana Samarqanddan Qo'qonga, xudo xolasa, mana hammasi 30 nomer. Bitta mana bu Toshkent nomerda keldik. Elektromobilda. Qaytordingmi? He? Video qilib olib qo'ymaysizmi? Mana omil parrandada yuribman men. Kirib bo'ldik endi. Shunday vaqtroq qilmabman. Fabrikani ichida ketyapmiz. Hovlisida. Bu kontorasi. Ilansoyda. Salqinga olib qo'ysiz. Ilansoy Lomin parranda fermer xo'jaligidan hozir yana keyingi partiyamizni zakaz qilib chiqyapmiz. Ketyapmiz endi Qo'qonga. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib o'tgan o'rtoqlar. Mana jo'jaxonamizdagi jo'jalarimiz o'rtoqlar. Bugun bularni kelganiga 15 kun bo'ldi. Ya'ni 2 haftalik jo'jalar. Ko'rsatib beramiz holatlarini. Buni videolarni o'sha boshdan bosh qo'yib kelyapmiz. Bu kattaroq bo'lgan hisobiga bu tomonga oldik bularni. Holatlari zo'r aytib o'tganimizda o'sha vaksina paytida ham ko'rsatdik. Gambura vaksinasini. Undan keyin adashmasam vitamin berib, lasotda bronxitga ham emlab borishdi. Hozir sog'lig'i juda tetik, Xudoga shukr, mana hozir yurishlari ajoyib. Hammasi mana qorinori suvlari ichib yurishdi, ovqatlarni yeb, jig'illarlarini kelagicha to'ldirib olishgan mana. Oqlar o'rtoqlar, dominant Suv8 104 da 104 koda, qizillari dominant krasniy 587 shu koda boshqa buni. Ana hozir esimda yo'q. O'sha jo'jalarimiz o'rtoqlar, bular hozir 15 kunlik bo'ldi, yana bir oydan keyin, ya'ni Ramazonni tugagandan keyin o'zi sotuv boshlanadi, xudo xolasa. Zakazlarimiz bor, o'shalarga yetkazib beriladi, ortiqchalar sotiladi. Hozir yana video davomida keyingi partiyamizni ko'rsatamiz o'rtoqlar. Mana bir videomizda aytib o'tganimizdek, o'rtoqlar, jo'jalarimiz kelganda zindeli sortirovka bo'lmagan holatda orqasida o'sha kindiklari osilib qolgan, cheylari yaxshi ishlamay turgan, biraklari ham xullas kelib qoldi ichida, 3 oyoqligi ham chiqdi degan nimalar bilan video qilgan edik. O'ligani o'ladi baribir, endi 10% pateriya hisoblayapmiz deb video qilgan edik. Hozirgi kunda mana o'sha 3,5 mingta jo'ja betdi o'rtoqlar.
300 tani atrofida o'libdi. 300 tadan jinni oshgan bo'lsa oshgan. O'sha aytganimdek 10% ga boradi, borsa bormasa, ujin bular o'lim vaqtidan o'tdi endi bular. O'sha 15 kunlik bular endi kasallik kelmay, och qolmay, suvsiz qolmay yaxshi bo'lsa mana shunday yuraverishadi bular. Mazza qilib sababi ular keraklicha vaksinalar, vitaminlarni olgandan keyin bag'iga o'sish jarayoni boshlanadi ulardan. Xuddi shu zotni hozir maydalarni ko'rsatamiz o'rtoqlar. 2026-yil 18-fevralda Samarqandga bordik. O'sha yerdan ham video qildik, zakaz bergandik. Buni zakaz berganimizning sababi aytib o'tganimdek, chataqlari mana bunday holatda birinchi partiyamizda biraklari ko'p chiqqanini hisobiga o'shalarni aytib tushuntirib kelamiz degan maqsadda bordik va keyingi partiyamizda zakazlar berib, zakaratlar berib kelgandik. Mana o'sha partiyamiz kechagi kuni keldi o'rtoqlar. 20-kuni adashmasam kirib keldi. Bugun 21, 3 kun bo'ldi o'rtoqlar. Mana jo'jalarimiz holati o'rtoqlar juda terik ovqatlar yeb yurishibdi, maza qilib. Hozirgi ko'rsatib o'tgan dominant zotlarimiz 15 kun keyingilari, 12 kun anaqa. Unlargilarimiz 15 kun bo'ldi, bular 3 kunlik jo'jalarimiz xolos. Mana o'rtoqlar tetikligini qaranglar, ko'rib odam havas qilayotgan. Narigi partiyamiz kelganda e'tibor bersanglar, bunday tetik basida jo'jalarimiz ko'rsatganman o'zim ham. Mana o'shadan bo'lmayapti bular mana. Mana holatlar. Voy, jonilar. Endi bitta ikkita qora norilar bor. Mana hozir shakar suvdan keyin mana qora nori suvlar berilyapti. Mana jo'jalarimiz ichib maza qilyapti. O'shani hisobiga ko'p aytamiz o'rtoqlar, qora nori jo'jalar uchun kerakli narsa. Yangi organizmga yangi oziqa kirgandan keyin aniq qora norilar vujudga keladi degan maqsadda aytib o'tadi. Mana jo'jamiz holati o'rtoqlar tushib ketmagan deb bunday ushlayapti. Mana baqa qara. Juda zo'r holatda jo'jalarimiz o'rtoqlar mana. Jo'jani olib kelgan jo'jani shunday tetik sog'lom yursa odamning kayfiyat ko'tariladi, maza qiladi. Birinchi partiyamiz jinda hozir yana qaytarib o'taman o'rtoqlar. Bu videomizni o'sha jo'jalarimiz egalari ham ko'rishyapti. Kerak bo'lsa hamma ko'radi buni. Olgan odam ham mazza qilib boqsa, mazza qilib katta qilsa, o'shanda baraka bo'ladi o'rtoqlar. Narigi partiyamiz juda yomon emas. Endi 10% bateriya bo'ldi deb video chiqardim. Mana bunda 3 kun bo'ldi deyishyapti. Hozir gaplashib 3 kunda 3 ta dona bateriya bo'ldi aka deyishyapti. 3 ta dona bu juda zo'r natija. 3 kunda yosh 3 kunlik jo'jalar 3 kunda chirab 3 ta dona 4 mingta jo'jalar 3 ta dona bateriya bo'lsa, bu juda yaxshi natija. Bu nimadan dalolat? Bu jo'jalar sog'lomligidan dalolat. O'rtoqlar mana bu o'sha ya'ni yangi tuxumni boshlagan jo'jalar birinchi tuxumlari mayda bo'ladi, bilasizlar, ko'pchilik biladi. O'sha mayda tuxumlardan chiqqan jo'jalarimiz narigi partiyamiz. Bundan katta partiyamiz. Sababi ikkinchi partiya ochilayotgan jo'ja edi. Bular mana 3-4-chi ochirilayotgan bo'lsa, misol uchun o'zi o'sha yangi tuxumni boshlagan bularning mas'ullari ham, raditillari ham zo'r igi natijaga kelib olgan. Bundan bag'iga xudo xolasa jo'jalari zo'r chiqadi degan umiddamiz. Sababi mana jo'jalarning holatidan ham ma'lum. Jo'jalar juda tetik holatda, kasalligi yo'q. Ya'ni mana oldingi videoda axlatda osilib, kindiklari cho'zilib qolganlarni ko'rsatgan edik. Ular tuxumbaraklar o'sha tuxumdan chiqishda qayerdadir noto'g'rilik bo'lyapti deb organizm, yosh organizmda bo'layotgan holatlari. Bunda mana e'tibor beramiz, jo'jalarimiz sog'lom, sababi
bizni tanqidlarimizni o'sha shu parranda egalari ham, fabrikani egalari ham aytishgan edi. Bizni ayblarimizni aytib turinglar, biz xursand bo'lamiz. O'shaning ustida ishlaymiz va kelajakda olgan odam maza qilsin degan ma'noda gapirishgandi. O'zlariga ham telefon qilib aytdik, mana videolarni ham chiqardik. Mana natija o'rtoqlar. Tanqidning orqasidan natija zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Bu yerda hozirgi paytda 4 mingta jo'ja tashlandi. Narixonamizni 3,5 mingta. Yana keyingi partiyamiz ham keladigan, xudo xolasa. Bular Ramazondan keyin o'rtoqlar video qilib telefon raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sotuvimiz boshlanadi. Sababi bularni o'lim holatidan chiqarib, o'sha 2-3 ta mashinasini to'liq qilib berilgandan keyin oxirgi 50 tasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. Shu bilan olgan odamning yonida bizda ham ko'nglimiz to'q bo'ladi. Olgan odam ham bexijolat boqaveradi. 4 oy, 5 oyda tuxumni boshlaydi, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.